Ota o'limidan oldin farzandini chaqirib qo'liga 1 soat tutqazdi. Bu soat 200 yil oldin yasalgan. Bizga bobongning bobolaridan meros qolgan. Sen buni mahalla boshidagi soatsozga olib borib sotmoqchi ekaningni ayt va uni javobini menga keltir dedi. Bo'g'il borib soatsozdan buning eski ekan, $5 beraman degan javobni olib keldi. Endi buni antiqavor, noyob narsalar sotiladigan do'konga olib borgin dedi ota. U yerga borgan o'g'il do'kondorning $5000 beraman degan javobi bilan qaytdi. Ota yana o'g'lini yubora turib, endi buni davlat muzeyiga olib borib sotmoqchi ekaningni ayt dedi. Muzeyga borib otasi yoniga juda hayratlangan holda kelgan o'g'il muzeydagilar bir mutaxassisni chaqirtirib, uni yaxshilab tekshirganlardan so'ng shu bir parchagina temirni $1 million deb baholashdi-ya dedi. Shunda ota, bolam, senga o'rgatmoqchi bo'lganim seni joying, qadringni to'g'ri bilishadigan joyda. O'zingni noto'g'ri yerga qo'yib, qadringga yetmasalar xafa bo'lib yurma. Qadringni bilgan, qadringga ham yetadi. O'zingga noloyiq bo'lgan yerda hargiz qolma deya nasihat